Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulullah amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Dersimizni 10 minutlik videoga joylashtirishni niyat qilgan edik. Bu narsani imkoni bo'lmadi. Shuning uchun keyingi yana bitta qismga bo'lishga majbur bo'ldik. Keyingi qismini, ikkinchi qismini boshlaymiz inshaalloh. Albatta Alloh taoladan izni iroda so'ragan holda. Xo'p, bizlarning darslarimiz avvalgi darsimizda oxirida aytganimizdek onlayn jonli dars bo'ladi. Darslarimizda ekranda har bir aytgan narsamizni ko'rsatib boramiz. Savol-javoblarimiz bo'ladi ekranda, chatda, yozma ravishda, bevosita ovozli savol-javob. Siz xohlagan usulda mana shunaqa bo'ladi. Bizning darsimizdan maqsad ko'rdim shunaqa narsa bor ekanini. ABS 4 degan dastur bor ekan. Forma 2 degan qilinadi ekan Excel'da, Forma 5 degani bo'lar ekan. Bu narsa emas. O'sha ABS'da o'zim ishlay olaman. Forma 5 ni o'zim qila olaman. Forma 2, Forma 3 ni o'zim qila olaman darajasiga olib chiqish. Asosiy maqsadimiz shu. Bizning darslarimiz kimlar uchun foydali bo'ladi? Bu bizning darslarimiz qurilish sohasida hujjat bilan ishlaydigan har qanday har bir mutaxassisga mo'ljallangan bo'ladi. Injener putolar, injener smetchiklar, texnozorlar, ichki nazorat, tashqi nazorat, eng asosiysi qurilishga endi kirib kelayotgan yoshlar. Bu yoshlarimiz nimani universitetni bitkazgan, bakalavr diplomini olgan, ko'plari magistr diplomini olgan, lekin ishni qayerda o'rganishni bilishmaydi. Qayerga borishni, boshini qayerga urib, qayerda o'rganishni bilishmaydi. Ana o'shalarga bizlar yo'nalish berib, ko'rsatish qilib, qo'rqmasdan xohlagan joyga borib, men injener putoman yoki injener smetchikman yoki texnozorman yoki ichki nazorat mutaxassisiman deb qo'rqmasdan aytib, menga falon so'm oylik beradigan bo'lsang, ben seni ishga kiraman degan deyish darajasiga olib chiqish inshaalloh. Bizning kursimizga kelgan ishtirokchilarimiz eshitgan ish bo'yicha emas, asosi bilan tayyorlashni o'rgatamiz. Nimaga asosan shu ishni qilyapmiz? Shunchaki aytib o'tib ketdi emas. Xo'p, bugungi birinchi darsimiz mana shulardan iborat bo'ladi. Keyingi darslarimiz o'sha Telegramda qo'ygan so'rovnomamizga asosan birinchi bosqichimiz, birinchi kursimiz ABS 4 dasturi bo'yicha bo'ladi. Ishtirokchilar ishtirok etishni xohlovchilar o'sha Telegram lishkamizga yoki telefon nomerimizga yozishlari mumkin. Mana e'tibor bergan bo'lsangizlar, mana nimaning tagida telefon nomerlarimiz, Telegram manzillarimiz ko'rsatilgan, mana ism familiyalarim ham ko'rsatilgan. Ikkinchi kursimiz ijro hujjatlari, ijro texnik hujjatlari bo'yicha jurnallar, aktlar, mana shularni qilish bo'yicha bo'ladi. Uchinchi kursimiz Forma 2, Forma 3 qilish bo'yicha. Hozircha niyatimiz mana shu 3 ta kursni bo'yicha kurslarni boshlashni niyat qilib qo'yapmiz. Xo'p, kursimiz birinchi tanishuv darsimiz bugun soat 20:00 ga qo'ydik. Yana birozdan keyin boshlanadi. Bu Telegramda ovozli chat shaklida qo'ydik. Nimaga deganda, kim xohlovchi bo'ladigan bo'lsa, hammasi kirib, qatnashib, eshitib ko'rishlari uchun albatta. Xo'p, hammangizni kurslarimizga taklif qilib qolamiz. Kurslarda albatta hujjatlarni asosli va tartibli tayyorlashni birga o'rganamiz, bajaramiz. Shunchaki aytib o'tib ketilib emas, har biringiz bilan alohida ana shu hujjatni tayyor darajasiga qilish, ko'tarib chiqish darajasigacha shug'ullanamiz inshaalloh. Hammangizga yaxshi kayfiyat, xayrli umr,
tilab qolamiz. Allohim mana boshlayotgan ishlarimizga ham xayrli qilsin. Hammangizni yaxshi kunlarda kutib qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.